Oltin zamon xabarlari. Yolg'izlik miyani asraydi. Olimlar fikri barchaga qarshi chiqdi. Zamonaviy jamiyatda ko'pincha salbiy qabul qilinadigan yolg'iz hayot tarzi haqida olimlar kutilmagan xulosaga kelishdi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra yolg'izlik, ya'ni turmush o'rtog'i bo'lmasdan yashash, demensiya va Alsgeymer kabi xatarli nevrologik xastaliklar xavfini 50% gacha kamaytiradi. Bu natijalar dunyo bo'ylab o'tkazilgan bir necha keng qamrovli tadqiqotlar asosida e'lon qilindi. Olimlar ajrashgan, beva qolgan yoki umr bo'yi turmush qurmagan insonlar o'rtasida miya faoliyati va umumiy salomatlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib, ularda ruhiy barqarorlik va uyqu sifati yuqori ekanini aniqlashdi. Ularda stress darajasi ham ancha past bo'lib, umumiy hayot sifati yaxshi bo'lib chiqqan. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan boxabar qilgan jurnalist Sevinch Oysafar.